Assalomu alaykum. Hurmatli Chorvoy ishqibozlari, Vodiyolix obunachilari, internet tarmog'ini kuzatuvchilar, akalar, ukalar, jigarlar, sog' salomat, ro'zalar bilan charchamay, qiynalmay ro'zalar tutyapsizlarmi? Mana bugun 9-mart 2025-yil yakshanba kuni Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumaniga ham yetib keldik, hayvon bozoriga. Do'stlar, bugun qo'ldan kelgancha qanday hayvon jonzot chiqsa o'shalarni syomka qilishni boshlaymiz inshaalloh. Qo'ldan kelgancha syomkalar qilib sizlarga chiqarishga harakat qilyapmiz. Mehnatimizni qadrlaysizlar degan umiddamiz. Hurmatli obunachilar, like, podilista, kommentariyalar bang'ilatoringlar. Unda video roligimizni boshlaydik unda do'stlar. Arab otiga qora bayir gibrid ekan. Yoshi 1,5 yashar ekan. 10 million deyman. Narxi 15 million so'm ekan, 10 million so'm qilib olarman akalarimiz. Bermayapti-ku. Yoshi 1,5 yashar ekan. Toza semental. İkinci tug'um ekan, ikkinchi bolasi qonida ekan. 15 ta sutiga olib o'tilyapti mana. Hurmatli obunachilar. Aka, yetishlar joyidami? Hamma joyida. Ham bir hafta sinovi bor, ha? Bir oy sinov berdi. Bo'ldi, bir oy ham sinov beraverar ekan mana. Narxi 35 million so'm kami bor. Bitta olarman akamiz 22 million qildi, bermadilar. Mana, hurmatli obunachilar. Old orqasidan mana syomka qilib Endi sakta o'ragan yo'q-ku. Yellarini bo'ldi mana, ha mana yellar mana. Mana. Hurmatli obunachilar mana. Jicha rasborlik jicha nima qilyapti? 10 ta tutgal o'tilyapti mana. Aka, telefon nomeringizni qoldirib qo'yamizmi? 99lik 352 0199 ismingiz? Shohruh akadan murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston vaqtida inobatga olgan holda olarman akalarimiz syomka olaverasizlar telefon qo'yib. 4 kurak shved toza xunajinimiz, birinchi tug'um ekan. Ko'rishlar mumkin mana bemalol. Necha oylik bo'g'oz aka? 5 oylik. 5 oylik bo'g'oz. Nech qilyapsiz? 40 million so'm kami bor. Bozor qildimi? 34 million 200 qildi, bermadingiz. Bo'ldi. Rossiyskiga gibrid bo'lgan meni bola mollarimiz. Bu Qashqaniki semental ekan bolasi, bunisi gibrid qora. Novosmi bular, xunajinmi? Xunajin, ha? Bo'ldi, qora xunajin. Aka, nechta suti bor bularni? 20 ta suti bor, ha? Men boshlayman olib qo'yamiz. Foto'ni turading. Aka, yetishlar joyidami? Bir hafta sinov bormi? Bir hafta bo'ldi. Necha puldan deyapsiz? 10 kun sinov. 45 ga 50 deyapti. 45 million so'm. Bosh oqimiz 45 million so'm. Qora molimiz 50 million so'm. Bozor qildimi? Bo'ldi. Yana bola toza shved mana. Necha oylik bo'g'oz? 1 oylik? 1 oylik. Ha, 4 oylik bo'g'oz ekan mana. Nechta suti bor aka? 10 taga beraman. 12 ta suti bor, 10 taga olaversin deyapti. Necha qilyapsiz? 40 million so'm kami bor. Bozor necha pul qildi? Ha, bo'ldi. 40 million so'm kami bor ekan. Keyingi toza shvedimiz akalar. 6 oylik bo'g'oz. Yetishlar joyida, buni ham 1 oy sinovga olaversin deyapti. Mana. Hurmatli obunachilar. Ko'rishlar mumkin. Ertamandan boshladik hali. O mollar ham kelgani yo'q. Hozir to'lib ketadi maylar, mollarga to'lib ketadi. Aka, nechinchi tug'ma?
Ikkinchi tug'ma ekan qonidagisi. Akalar 50 million kami bor ekan. Mazami? Qaranglar, mazami. Keyingi svet molimiz, bola xunajin. Mana. Mana qorong'uroq. Trafikamiz qo'ldan kelgancha borib beryapti. 11 ta suti bor ekan. 7 ta joyda bir haftasini bor deyapti. 35 million so'm kami bor ekan. Hali bozor qilinmadi. Shvet deyapti, ozroq gibrid nima deyapti? Gibridga qilib olaversin deyapti, lekin shvet deb o'zlari aytyapti. 3-tug'um ekan, qonida bola gumon ekan. Yebishlar joyida ekan, bir haftasini bor. Narxiga kelsa 27 million so'm kami bor ekan. O'zimizda arzongina, o'zbekona xashak mollardan deganlar uchun mana. Bola xunajin ekan. O'ta suti bor. O'ta suti bor buni. O'ta suti borga olaverasizlar mana. Yebishlar joydan. Bir haftasini bor. Bor a? Bor, bir haftasini bor mana. Eshitmayapsiz? Yaqinroq qilib ayting. 29 million kami bor. Bo'ldi. 25 million atrof yurtam. Teparoq, bo'ldi mana. O'zimizda yana ikkinchi xashak molimiz mana. Bolasi Novvoz. Yetishlarga bir haftasini bormizda, bir oy sinovi bor deyapti akamiz. Bolasi. Aka nechta suti bor dedingiz? 15 ta suti. 15 ta suti bor, a? Bo'ldi. Narxi 32 million kami bor. Bozor qildimi? Bo'ldi. Birinchi tug'mada o'tganmi? Bola xunajin. O'zi 4 kuray deyapti, birinchi tug'um ekan lekin. Nechta suti bor ekan? 10 ta dedingiz-a? 10 ta suti bor ekan mana. Narxi 30 million so'm kami bor ekan. Toza shvet. Oddiy xashakkaga gibrid bo'lib qolgan. 10 ta suti bor, bola xunajin. Oyoqlari semiz. Bola xunajin. Yebishiga bir haftasini bor. Narxiga kelsa 30 million so'm kami bor ekan. Aka, hozir keldinglar, birorta so'raganlar bormi? Men keldinglar-da, bo'ldi. Keyingi shvetga gibrid qo'ygan molimiz 10 ta sut olaversin deyapti. Bolasini Novvoz. Yebishlar joydami? Hamma yo'q joy. Bir haftasini bor? Bo'ldi. Nech bilyapsiz? Nech bilyapsiz? 23 million beryapti, bermayapti. 26 millionga. 26 million kami bor ekan, 23 millionga bermayapti. Qirg'izistondan o'tgan keyingi molimiz mana. Bo'g'oz kunlarda tug'adi deyapti. Bir haftaning ichida tug'adi deyapti. Qirg'izistondan moli. Ikkinchi tug'im Afrika. Ko'rdingizmi? Yebishlar joydami? Hamma yo'q joyda. Bir haftasini bor? Bor sanaqda hamma yo'q joyda. Bo'ldi. Nech bilyapsiz? 30. 30 million so'm kami bor ekan. Bugun sotilmaganlarni juda ob-havosi ayniq, o'zimizda ham ob-havomiz ayniq ekan. Nastreniya yo'q, qo'ymaysizlar. 6 kuray bolimiz, qonida 3-chi bolasi bo'g'oz.
Aka yetishlar joydan? Yebishga sarkisadiga 15 ta sutga javob beraman. Ha, 15 ta sut ham bor hozir. Bo'ldi. Hozir tuqqan 15 sutga javob beraman. Ha, tuqqanda. Ha, bo'ldi. Tuqqanda 15 ta sutga javob. Yapti akamiz. Qirg'izmol. Qirg'iziston o'tgan mol nechta deyapsiz? 32 million kami bor deyapti. 32 million so'm kami bor. Bo'ldi mana. Shved gibrid aralashgan. Bo'g'oz molimiz keyingisi. Mana. Yo'qlar ham semiz. Narxiga kelsak 35 million so'm kami bor ekan. Aka shu kunlarda tug'ami? 8 oylik a? Bo'ldi. 8 oylik bo'g'oz ekan. Ikkinchi xonada keyingi xunajinimiz mana. Shved, bu ham gibrid aralashgan. Yo'qlar semizgina. Yetishlar joydan? Bir hafta sinovi bor a? Bo'ldi, bir hafta sinovi bor. 32 million so'm kami bor ekan. Keyingisi ham ikkinchi tug'ma 8 oylik bo'g'oz. Yetishlar joydan? Bir hafta sinovi bor a? Bo'ldi, bir hafta sinovi bor. Joni bor. Joni bor. Necha qilyapsiz? 30 million so'm kami bor a? Bo'ldi. Ikkita bolamiz, bitta akamiz o'zida, ikkalasini ham ikkinchi bolasi xonada, ikkinchi tug'ma deyapti mana. Ikkalasi ham 7 oylik bo'g'oz ekan. Aka yetishlar joyidami? Bir hafta sinovi bor ikkalasiga ham, a? Necha puldan deyapsiz? Ikkalasi 22 milliondan kami bor. Bo'ldi mana. Hurmatli obunachilar mana. 22 million so'mdan kami bor ekan. Ikkalasini. Sakkiskuri 3-bolasi qonida g'oz molimiz. Jo'ra qarnoqlab keldi. Yetishlarga javob bir hafta sinovi bor deyapti. Aka narxi necha pul? 20 kami bor. 20 million so'm kami bor. Bozor qilmadimi? 15 million 500 ming qildi demadingiz. Bo'ldi mana. Hali kure yormagan birinchi tug'ma yosh xunajinimiz. 8 oylik onida bolasi bor deyapti. Aka yetishlar joyidami? 8-joyda. Yetishlar joyidami? Joyda. Bir hafta sinovi bor a? Bor. Bo'ldi, bir hafta sinovi bor. Necha pul deyapsiz? 19 million kam bor. 19 million kami bor. Bozor qildimi? Qildi. Necha pul qildi? 15,5. 15 million 500 ming qildi. 19 million so'm kami bor. Bozor 15 million 500 ming bermoqda. Bolamiz to'rt kurak, ikkinchi bolasi qonida. 6 oylik bo'g'oz deyapti. Necha pul deyapsiz aka? 1 million kami bor deyapti aka. Qancha? 14. 14 million so'm kami bor. 1 million 600 ming deyapti. Necha pul qildi? 11 million 600. 11 million 600 ming qildi demadingiz. Hurmatli obunachilar. To'rtinchi bolasi qonida. Kure desak, birligimiz deyapti mana egalari. Ikkita mol sizdan aka? Ikkalasining qonida to'rtinchisi. Bo'ldi. Boyam bu akamizdan. Suplemeda berami? Suplemeda. Ikkalasidan 8 oydan bo'g'oz. Bo'ldi. Ikkalasidan 8 oydan bo'g'oz. 19 milliondan kam bor ikkalasini ham. Hurmatli obunachilar, 19 million so'mdan kam bor. Eslatib o'tamiz. Andijon viloyat Qo'rontepa tumanidan syomka qilyapmiz. 10 oylik toza shvedimiz. Germaniyalik shved ekan. Mana, ko'rishingiz uchun. Enasidan sutdan 5 kun bo'ldi ajralganiga deyapti. Hurmatli obunachilar mana.
Necha million dedik aka? 25 million kami bor. Hepsiga javob. Bo'ldi aka, bir hafta sinov bor. Bo'ldi, bir hafta bir sinov o'rasi mana. Keyingisi Shvedka gibrid bo'lgan, yoshiga to'lmagan. Bunachilar. Orqa tarafi. Yepishlar joyidan. Zo'r aka. Bir hafta sinov bor-a? Bir hafta sinov bor. 20 million kam bor dedingiz? Narigisi ham bizniki. Qaysi biri? Mana. Hali? Bo'ldi. Uni ham bor ham. Bo'ldi, xo'p. Buni sevgan akalarimiz o'zdan ekan. Buni zot qanaqa? Bu ham Shved gibrid. Shvedki gibrid mana. Yoshiga to'lganmi? Bu ham to'lmagan. Yepishlar joyda buni ham. Bo'ldi. Buni ham bir hafta sinovi bor. Buni narxi necha pul? Narxi 20 million so'm kami bor ekan buni ham. Hurmatli obunachilar. Mana ikkita molimizni nomerini qoldirib qo'yamiz. Ayting nomerni. 88 lik 028 028 44 48 ismingiz? Husniddin akaga murojaat qilasiz. O'zbekiston vaqtini inobatga olgan holda olarman akalarimiz telefon qilsin. Arzon chiqdi akalar lekin arzon chiqdi. 1,5 yashar xunajinimiz hali tug'magan qisir mana. Yetishlarga bir hafta sinovi bor deyapti mana. 18 million so'm kami bor. 16,5 ga bermadingizmi? Ha, 16 millionga bermabdilar mana. Hop, bir yashar atrofida deyapti. Yetishlar qanaqa kelsam garantiya deyapti. 100% deyapti. Bir hafta sinovi bilan beraveraman deyapti. Zot qanday desa, zotini bilmadik, aka shunaqa paroda mol deyapti. Bilganlar kommentariyaga yozib qo'yasizlar. $16 million so'm kami bor aka. 16 million so'm kami bor mana. Keyingi o'zimizni jaydari molimiz, juzdagimiz to'g'rirog'i, bir yashardan o'tgan. Bugun bozor arzonladi akalar. Hurmatli obunachilar, bozor arzonladi. Qo'rg'ontepa tumanida. Yepishlar joyidami? Bir hafta sinov bor aka. Bir hafta sinov bormi? Bo'ldi, bir hafta sinov bor. Qisir, xunajinimiz 13 million kam bor deysizmi? Bo'lishi 13 da. Bo'lishi 13 million deyapti. Bo'ldi, bo'lishi 13 million deyapti. Olarman akamiz 11 million so'm qildi. Mana. Endi bo'ladigan gapirib qo'ydi. O'zimizni joydari qora xunajin. Qisir. Aka yepishlar joydami? Bir hafta sinov bor-a? Bo'ldi, bir hafta sinov bor. Necha deyapsizlar? 16 million kami bor deb akamiz 14 million qildi. Qo'yatsan, qarab. Bo'ldi, mana. Mana baraka bo'lyapti, mana. Aka necha pul qildingiz? 14 million. 14 million so'm qildingiz. Yo'q. Baraka aytasiz. Otaga bog'ariga deymi o'zi. To'g'ri, bitta gapda mashina ichida yuribdi, siz ham yurgandirsiz, ko'p yurgandirsiz, lekin katta narx berdi. Rahmat. 16 million deb turib 11 million so'm berganlar ham bo'lyapti. O'zi oling, rahmatulloh. 14 millionga berib yuboring endi. Oling. Chaqiring. Oling barakatli. Aka, bir sapar aka, yigitchini oling. Qo'limni tashlab chiqib ketmang, nomni tutmang. Nomni emas azamjon. Nomni ko'rmang. Baraka pishmayapti hisob. 7 oylik xunajinimiz, akalar. Mana yetishlar joyida, bir hafta sinov bor aka. Nech pul deyapsiz? 16 million so'm kami bor. Bozor qildimi? 13 millionga bermadingiz. Bo'ldi. Lekin bozor arzonladi, hurmatli obunachilar. Zot qanaqa desa bilmadik aka deyapti. Lekin zotdor mollardan ekan, xunajinlardan ekan. Ikki tomon bitta akamiz o'zidan ekan. Aka yoshini bilasizmi? 1 yoshdan oshib. 1 yoshdan o'tdi ikkalasi ham. Bo'ldi. Yetishlar joyidami? Bir hafta sinov bor-a? Nech million deyapsiz? 15 million kam bor.
15 milyon so'mdan kami bor. Bo'ldi. 15 milliondan 30 million bo'ladi. Kami bor ekan mana. Keyingi o'zimizni qora xunajinlardan mana. Yemga turgan xunajinlar shekilli. Yemda turganmi? Ha, yemga turgan mana xunajin. Nech bilyapsiz? 20 million so'm kami bor. Qancha? 17 million 500 berdi, bermadingiz. Yemchilar joyidami? Bir hafta sinov bor aka. Bo'l, bir hafta sinov bor. Hurmatli obunachilar.